Sotuvchilar, mana sizlarga bugungi Greenleaf korporatsiyasini har bitta mahsulot haqida ma'lumot bermoqchiman. Qaysi mana Greenleafga tegishli bo'lgan grech firmasiga tegishli bo'lgan o'sha 100% mahsulot bu yosh katta insonlarga oyoq og'riq, bel og'rig'i, grejga, ana shu kasalliklarga juda ham zo'r kapsula hisoblanadi. Buni har bitta inson foydalanib ko'rib, o'sha natijasini sezadi. Hech qanaqa ximika aralashmagan 100% mahsulot hisoblanadi. Mana bitta kapsulamiz bor, baliq yog'idan tayyorlangan kapsulamiz. Hech qanaqa ximika aralashmagan, ichki organizmga qon aylanishini yaxshilaydi, qonni normallashtiradi, immunitetni ko'taradi. Bosh og'rig'i juda ham zo'r kapsula. Hozirgi kunda o'sha tepada osmonda Jaydaricha aytganda, osmonda quyoshlar chaqnashi bo'lganda kelib chiqadigan bosh og'rig'i, ayniqsa davlinasi bor odamlarga juda ham zo'r kapsula hisoblanadi. Ichib foydalanib ko'rsalaringiz, o'sha davlinasi borlarni normallashtiradi. Hech qanaqa ximikat mahsulot emas, eko mahsulot hammasi. Yana bitta kapsulamiz bor. Greenleaf firmasiga tegishli bo'lgan o'sha Greenleaf korporatsiyasiga ishlab chiqaradi. 100% mahsulot, hech qanaqa ximikat aralashmagan, 14 ta moddadan birlashtirib o'sha toshini topgan kapsula hisoblanadi. Bu ichki organizmga juda ham zo'r. Ichki organizmlar immunitetni ko'taradi, shlaklarni tozalaydi, har xil viruslarni yo'q qilishga mo'ljallangan o'sha kapsula. Og'riq qoldiruvchi, ichki organizm, jigarga o'sha iste'mol qilib ko'rishlarini tavsiya qilamiz. O'sha Greenleaf eko mahsulotdan tayyorlangan yana bitta tish pastamiz. Hozirgi kunda hammada muammo, ayniqsa yosh bolalarda muammo bo'ladigan gijja, qurtlarga tish pasta, tishni yuvgan payti ma'lum miqdorda bari ichimizga ketadi. O'sha payti ayniqsa yosh bolalarga gijjani yo'q qilishga juda ham qodir tish pasta. Hech qanaqa ximika aralashmagan 100% mahsulot. Nemitskiy brend. Bu Greenleaf degani o'zi nima? Bu Greenleaf qachon kirib kelgan? Greenleafning mahsulotlari qanaqa? Aniq ishonsak bo'ladimi degan savollaringizga men javob berishga harakat qilaman. Greenleaf o'zi asli 1996-yil o'sha Xitoyda tashkil topgan. Xitoyda o'sha 96-yildan beri ish faoliyatini boshlab, o'zini katta kompaniya, korporatsiyasiga ega bo'lgan zavod hisoblanadi. Ya'ni 72 gektar bog'i bor. O'sha bog'dan o'zini eko mahsulotlarini olib turib, eko kapsula, uy ro'zg'or buyumlariga har kunlik ishlatadigan mahsulotlarimizni ishlab chiqarishni boshlagan o'sha korporatsiya hisoblanadi. Bu korporatsiya 7 ta davlatdan birlashtirib mahsulotlarni yetkazib beradi butun dunyoga. Ya'ni 30 ta davlat iste'mol qiladi mana shu iste'molchi sifatida. O'zbekistonga 2021-yil, ya'ni karantindan keyin kirib kelgan bu mahsulot. Greenleaf korporatsiyasi hozirgi kunda O'zbekistonda ham yod moddasiga boy bo'lgan pechenye, vafli, oziq-ovqat mahsulotlari, non ishlab chiqarishni ya'ni boshladi. Angrenda katta zavodi qurilyapti. Toshkent viloyati Angren shahrida. Buni prezidentimiz Islom Karimov, prezident Shavkat Mirziyoyev ham qo'llab-quvvatlagan. Chunki hozirgi O'zbekistonda yod moddasi yetishmovchiligi juda ham ko'p bo'lyapti. Ayniqsa kasallik kelib chiqaryapti. Yod yetishmovchiligidan ko'pincha yosh bolalarda, yosh kattalarda mana bo'yin ishib ketib, buqoq kasalligi kelib chiqadi. Shuni hisobiga o'zimizni ham ishlab chiqarish boshlashga yo'lga qo'ydi. Hammani tavsiya qilamiz o'sha pechenlarni topib, Greenleaf do'konlarida, ya'ni o'zimizning Kugdalada, Chiyal sentrda ushlangan ofisi bor. Kugdala tumanining o'shanda do'konlarida bor. Bemalol borib iste'mol qilib, bu haqida yana ham kengroq ma'lumot olishlaringiz mumkin.
hammasi brend, hech qanaqa ximikat yoki boshqa mahsulot emas. Greenlife korporatsiyasining maqsadi insonlarda hozirgi kunda kasallik ko'payib ketyapti. Har xil kasallik, ya'ni yeydigan, ishlatadigan narsalarimizda 99% ximikat bo'ladi. O'sha ximikatni yo'qotib hamma eko mahsulot ishlatishini tavsiya qilib, hech qanaqa kasallik bo'lmasligiga kafolatlaydigan mahsulotlar ishlab chiqarib O'zbekistonga olib kirgan shu maqsadda. Bu Greenlife korporatsiyasida narsalarni iste'mol qilishdan tashqari, u korporatsiyada o'zlaringiz a'zo bo'lib, ya'ni korporatsiyaga to'g'ridan-to'g'ri zavod bilan bog'lanib a'zo bo'lasizlar. O'zlaringiz sotuvchi bo'lsangiz ham bo'ladi, shu korporatsiyada ishlasa ham bo'ladi. Korporatsiyada ishlash tartibi